Assalomu alaykum. Abdullohning buvisi bo'lasiz. Ha, Abdullohjon buvisiman. Men Mustafajonni ko'pincha YouTube tarmoqlaridan izladim. Nevaramga aytdim, shuni buni ham bir Xudoyim taolo yurg'izsa deb. Bolam dedi, men tushunmayman ko'p, sen ko'rib ber dedim, bir nevaram topib berdi. Shu bolam ham oyoqqa tursin deb men shu Toshkentga yo'l olib keldim-da. Hamma joyga bordim, 7 yil mobaynida kirmagan teshigim qolmagan. Nima deyishdi o'tdi? Qayerga borsam ham doktorlar oyog'ini kesamiz. Oyog'ini kesmasak bu protezga bo'lmaydi deganda men yig'lab chiqib ketaydim. O'g'lim ham yo'q, oyog'im kesmasin ona deb yig'lab chiqib ketaydi. Abdullo bizga kelgan patsiyentimiz tug'ma oyoq nuqsoni bilan, ya'ni ameliya sindromi, bu oyoqni qisman o'smay qolishi. Shu bilan kelgan, ko'p joyga borishgan, bu holatda protez taqib bo'lmaydi deb rad olishgan. Onajon qachon yuraman deb yig'lasaman, yuragim bo'shab ketaydi. Bolam, "Sanam bir kun yurasan" deb Rossiyaga ham borganman. Rossiyada nima deyishdi? Rossiyada ham bordim. Bitta emas, 3 ta doktor professorga kirganman. Ikkavida ham bolani oyog'i kesiladi, kesmasangiz stolda o'tirib qoladi degan. Umuman yerimaydi, o'tiradi bolangiz deganda. Shunda ham yig'lab chiqib kelganman. 3 oy o'sha yoqda sarganda qolganman. Ko'rdingizmi? Hamma narsa bo'ladi, faqat to'g'ri odamga murojaat qilish kerak. Rahmat sizga. Siz boringizga shukr. Ya Xudo, avvalo Xudo. Yaxshi. Siz sababchi deyinlar. Ha, biz sababchi. Qo'ldan kelgan qildik. Hozir necha yosh bo'ldi Abdulloh? Abdullohjonim Xudoga shukr 7 yosh. 7 yoshga to'ldi. Bugun mana Xudo xolisa Abdullohjonga oyoqlarini taqib yurg'izadigan kunimiz. Siz Xudodan so'ragan kunlaringiz mana bugun ijobat bo'ldi. Abdulloh kelgan 7 yoshda. Mana shuncha minbar robotekisga kelgan patsiyentlar ichidan yonadigan ichida olovi bor va eng kichik patsiyentlarimizdan biri. Abdulloh, endi buni hozir davomini doktor olib chiqadi. Davoni bittamda taqamiz, shiliq qilib tushadi. Yo'qchasi kirish kerak-da. Bossa o'zi tushadi. U ham yig'laydi. Qachon men oyoq kiyim kiyaman onajon deydi. Meni alhamdulillah oyoq kiyim ham kiygan. Oyoq kiyim kiyganda xursand bo'ldim. Izlansangizlar baribir imkon bor ekan. Mana o'zimiz O'zbekistonda ham shunchalik rivojlangan hamma narsa bor ekan, protez ham bor ekan, oyoqqa ham yurg'izdi alhamdulillah. Xudoga shukr deyman, bolam sog' bo'lsin. Hammalarga yurib yaxshi insonlar bo'lsin. Arzusi ko'p bolamda. Men ham shuni ko'rganda xursand bo'laman, shu bolamda. Xudoga beada shukrlar bo'lsin deyman. Yurganiga shukr. Dunyoda hech kim yetim nogiron bo'lib qolmasin. Dardini bergan Alloh shifosini ham ber ekan. Qanday bo'ldi? Oyoqli yoqdimi, yengi oyoqli? Ortmayaptimi? Chizzasi, tegi botmayaptimi bola? Bu sani oyog'ing, meni oyog'imdan ham baquvvat. Bildingmi? Qo'rqmagin. Endi qadam bos. 1, 2, 3 ketdik. Bosh ko'tar. Malades. Abdullohjon kirsinmi oldingizga? Abdullohjon oldimga kelsin, yurib kelsin bolagina. Ha, yurib kelsin. Jonim balam. Krasovka kiyib o'zim yursam deydi bolam. Abdullohjon, buviga bismillah. Aylanay bolam. Bu dunyoda hech kim kasal bo'lmasin. Sog' bo'lsin. Katta rahmat. Mana shunday dunyoda shunday yaxshi insonlar bor. Doktorlar bor ekan. Men juda qiynaldim, juda xursand, o'zimga sig'mayapman. Ojiz buni aytishga. Abdullohjon, yoqdimi oyoqlaringiz? Ha. Yaxshi yurasizmi? Ha, alhamdulillah yaxshi aylanay. Sog' bo'lsin. Endi katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor. Qanaqa doktor bo'lasiz? Pilates doktor.
protez doktor bo'lasiz. Odamga protez yasab berasizmi siz ham? Oy malades. Endi protez doktor bo'lish uchun yaxshi o'qish kerak. Maktablarda darslarga yaxshi borish kerak. Ana she'ringiz bor edi. Nima edi shu she'r? Bitta she'r aytib Maktabga keldim deb darsga kirmasa, yonida yo kitob, daftar bo'lmasa, yuragim achishib aytay bir narsa. Uyg'oning onalar, g'aflatda qolmang, iltimos farzandlar yonini olmang. Tintilab yurishar go'yo maqsadsiz, ko'zlarida qahl bor, jahl shafqatsiz. Dunyoda yashayman desangiz dardsiz, uyg'oning onalar, g'aflatda qolmang. Endi Abdullohga qarashga kerak emas. Iltimos farzandlar yonini olmang, tintilab yurishar. Ilmsiz bo'lmasin qalbi qotadi, qotgan qalbda esa zulm yotadi. Qo'yib bersak agar yurtni sotadi. Uyg'oning onalar, g'aflatda qolmang, iltimos farzandlar yonini olmang. Ana bayramona mashina. Sog' bo'linglar, xayr Abdulloh. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha, xayr. Charchamang. Xo'p, rahmat. Yaxshilashaylik Ha. aylang. Xayr. Meni ham bolamga shunday mashina nasib qilsin. Nasib inshaalloh. Amin. Sog' bo'ling.